Assalomu alaykum. Sabah avazliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam Örkişi, Çalı Tekken Ok, Manas Deryasıdan Qaytish, Anjambay, Sersan Ruh, Qanlıq İz, Qanlıq Eder qatarlıq tarihi romanlar ve Sabit Damolamның qısqacha tarjimali, Xo'janiya Sajının iş faoliyatlari qatarlıq asarlari bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizlarni qarshi olamiz. Dostlarınızga ve başka toplarga tavsiye qilib qo'yishingizni umid qilamiz. Rahmat. Əmdi anglaydiganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanlıq Edir. Avtori Muhammad Osman. 3-bob. Töhmet. Tünügündən beri zindanda yetayotgan To'xti sal hushiga kelgan bo'lib, butun badani pichoq bilan tilgandek ochiq ichishyotdi. Ustixonlari chiqib, par-para qilib chidog'siz og'riydi. Beshi zing'ildab, quloqlari qaqa-qara kirib olgandek o'ng'ildaydi. Og'zi qurib ketgan edi. Ko'ngli ilishqanlikdan zo'riqib yuz ko'zlaridagi qon va patqoqlarni surtib o'tmoqchi bo'lib edi. Har qancha qilibmi qo'llarini ko'tara olmadi. U tasda ko'zni ichib ko'rdiki, yenida shundoq qo'rqinchli maxluq o'ziga tikilib o'ltiradi. Iyiqdan farqlandirgisiz bu hamrohining mayda va yuz ko'zlarini qo'yuq tuk bosgan badbashira turqi uningga go'yo bir qabohatlik tush ko'rayotgandek bilinib, shu an ko'zini yumib oldi. "Fuqa, qo'rqma, ko'zingni och", dedi u odam. "Hech qisi yo'q. O'nglanib qolasan. Bu munofiqlar shundoqmi qiynamdi?" To'xtining sizimi to'g'ri chiqdi. Uning tortayotgan azoblari kishi emas edi. Amdi u ustixonlarining texmu og'irayotganini his qildi. Shunda g'arg'inlik yetgan ediki, medirlashnimi xolamaydi. Ammo har qancha shukayotgan bilanmi tortayotgan azobi yeniklab qolmaydi. U og'riq dastidan hushidan ketib, birdamdan keyin yana hushiga kelganda tili ishib og'ziga patmayotgandek, qonshiri yuzining boshqa bir yerlariga choplashib qolgandek, quloqlari quloq emas, ig'ir ham ortiqcha narsadek tuyuldi. Tosh esib qo'ygandek ig'ir qapoqlarini mushaqqatda medirlatib, ko'zini ichib, g'uva kamirning ichida beshini yiliqi odam quchqiga ilib, umid bilan tikilib o'ltirganligini ko'ribla qattiq mayuslanib, ko'zini yana yumib oldi. Birdilla chiroylarini ko'z oldiga keltira olmaydigan ota-onasini esladi. Tuqqanlarining tarbiyasidagi sabiy chog'larini o'yladi. Buningga ulab yetimlikda tortgan xo'rliqlarini bir-birlab xiyolidan o'tkazdi. Turibla ko'z oldiga Chang Shansing keldi. "Chang Shansing mening ustozim ham tarbiyachim", deb pichirdi u o'z-o'ziga. "U meni tarbiyaladi, o'qitdi, mungizlikka pisitmadi, tumshuqlikqa cho'qitmadi, o'z bolalaridan chora ko'rdi. Agar mushu holga tushib qolganimni bilsa, allaqachon qutuldirib olgan bo'ladi. Mana mening nada turayotganligimni, nima kun ko'rayotganligimni u bilmaydi. So'roqchining o'ydirma savollaridan qaraganda meni biror siyosiy gunohkorga o'xshatib qolgan bo'lsa kerak. Yo'q, mening nadin kelganligimni, kimligimni aniq bilib turuqliq, qandoqmi biror kishiga o'xshatib qoldigan ish bo'lsin, heliqi pash qilg'ichi kim bo'lg'aydi? So'roqchi bag nima uchun uni men bilan yuzlashtirishdan qochidi? Ehtimol meningdan so'rayotganlari so'roqchining gumonidir." U o'zini bezliginicha uyquga ketdi. To'xtining uxlaganini bilgan heliqi odam ustini obdan chunkab qo'ydi. To'xti turib ingraydi. Bir nimalarni deb jo'ylaydi. Ammo ovozdan boshqa hech nimani uqqili bo'lmaydi. U turibla jimib ketganda heliqi odam qo'lini uning tumshug'iga yaqin opirib tingshab ko'ratdi-da, bo'sh anglanayotgan g'ij-g'ij aralash tiniqini sizib, ko'ngli sal tinatdi. Navada u o'lib ketgan taqdirdami, derikini qilg'udek kishi chiqmaydi. Faqat birla odam Rayhonla uning pinhon g'imini yeydi. Rayhon uni tavutga silib hapsixonaga elib mangandan boshlab unutib qolmadi. Rayhonning ruhiy azobini
uning azobidan 10, 100, hatto 1000 hassa ortiq deyishga bo'ladi. Chunki uni ko'rish bilan tang pushtumtut tekkan ishq o'qi qizning yurakini para aylagan edi. Qiz shuningdan buyon o'zini yo'qotib qo'yish darajasiga yetdi. Fikrlari qalayimqonlashdi. Ko'zidan uyqu qochib, baqamdek qizardi. U gohida ursa, gohida o'ziga bir nimlarni deydi. Turibla yana asliga kelib, o'ziga nemish bu? Men nima bo'ldim? degan savollarni qo'yib, kayfiyatini o'nglab oladi. Lekin ichki azobi barg'ansiri kuchayib, chiqin yong'inga aylanib o'tadi. Bu yong'in muhabbatning yong'ini. Azob bo'lsa, hijron azobi edi. Uyqudan bidor chog'larida shirin xiyollarning asriga aylanadi-da, yo'piqsiz tavut, qonga bo'yalgan hiliqi yigit ko'ngil ekranida namoyon bo'lib, yurak bag'ri hasratdan pushlanadi. Ammo u hech qanday ish ko'rmaganlikdanmi buning sababini bilmaydi. Faqat o'zini davosiz kasalga mubtalo bo'lgandek sezadi. Rayhon qalbida ro'y berayotgan tuyg'uning tigiga oxir yetdi. U go'yo eng amroq narsani yo'qotgandek bearam bo'lib o'ziga tasalli izlamoqda edi. Uning ko'zi uyuqdagi kitoblarga tushib qo'liga olgan bo'lsa-mu, ammo toza o'qig'isi kelmadi. Kitobni texi ochmay turib, Alisher Navoiyning qaysidir g'azalidagi bir ko'rib husningni zaru mubtalo bo'ldim sana, na balolig kun idi kim oshina bo'ldim sana degan beytni esiga oldi. Ondan kitobni varaqlab, uni tepib, qo'mush qalamini siyohga chilib tigiga. Bilmedim bo'ldi nahal cho'kdim piroq daryosiga, ko'rgili nisib bo'larmu tashna bo'ldim sana degan ikki misrani yozib qo'ydi. Buningdan ko'ngli bir oz taskin topgandek bo'lib, Navoiy yuqorqi beytni go'yo uning bugungi holiga atab yozgandek hissiyotda suyunib takrorladi. To'xtini qutuldirish kerak, deydi u ko'nglida. Bu ish atamga bog'liq. Uni ko'ndirishim kerak. Ha deganda qiyin qistoq, qiyochiya, nola faryodlar ichida kun o'tkazgachga uning go'shtdan yaralgan yuragi toshdek qetib ketgan. Men uyqudan mahrum bu yurakni balaliq mehrim bilan eritib, yordamga chaqiraman. Igi chaqsiz musofir yigitni yengvashdan hayotlikqa erishtiraman. Oqshom shunda xiyollar bo'shkida allaylinib, qaysi chog'dadir uxlab qolgan Rayhonning bomdod namozimi qazo bo'ldi. Onasi uni noqib uyg'otganda allaqachon tong etib, sharqdan ko'tarilgan quyosh tuman orasidagi sus nurlari bilan olamni yo'ritgan. Yakan ko'chalaridagi mamuqdek oppoq qorlar dasilib ulgurgan edi. Rayhon nashta qilish uchun dasturxonga kelganda ko'zlari qizil, qapoqlari g'o'radek ishiq, ruhiy holati sulg'un ko'rinadi. Hofizbek buning sababini bilmagachga tabiiy o'xshaydi deb bildi bo'lg'ay, kuyimchanlik bilan so'rdi. "Nim bo'lding qizim? Mijozing yo'qmi?" "Shundoq. Nim bo'lding? Uxlayolmadim. Qayrang og'riyotdi?" "Hech yerim og'rimadi. Amsa uxlayolmasliging nimsi bajidin?" "Tungungi ishqa." Hofizbek gapni bo'lib so'radi. "Qaysi shundaysan? Heliqi tavutdagi odamning ishi bo'lmamdi ata. Nima bo'ldingizkin? Dilingiz yumshoq edi. Hech bilmadim. Endi nim bo'lib ketayotgansiz? Yeshingizmi bir yerga berib qoldi. Unda qilib ketmang. Kishilarga ich og'ritishni biling. Oxiratlik uchun bo'lsa-mu, oz to'la savobli ish qiling. Oxiratni o'ylab ibodat qiladigan vaqtingizmi yetdi? Ibodatning gapini qilyapsan? Men qandoq ibodat qilay? Men zindon begi bo'lgandan beri ko'radiganim erkinligidan ayrilgan ashu mahkum jonlar, anglaydiganim echinishlik noli faryod, yig'izlar, kunim ashu mudish qora darvoza ichida o'tyapti. Sen o tutqun yigitni ko'rib bak hayajonlanib ketibsan. Zindonda undaq odamlar ozdamsan. Menmu bu mansabga yangi tayinlanib kelganda sendekla hayajonlanib, yelimdan g'izami o'tmagan chog'lar bo'lgan. Iloji qancha asta-asta ko'nib qoldim. Hammasi o'zlarini gunohsiz deydi. Buni kim isbotlaydi? Ko'pincha hollarda ravzishab ambal so'roqqa kirganda
mirzilik qildim. U kunda degidek odam tutmasa ko'ziga uyqu kirmaydi. Sulaqxonga quruq kelmaydi. Hatto bir dehqon hasharga haydab borgan do'rg'ining tapan haqqi uchun bir chorak qo'noq berolmabdikan. Shunimi xonlik bilan qarshilashib, siyliq topshirishga unamagan deb siyosiy gunohkor qatorida zindonga tashladi. Bechora so'roqqa bardoshlik berolmay o'lib ketdi. Mana bu navbat bir yigitni lashkar sanabsan deb tutib akilib, mushu holga tushirib qo'ydi. Ma'lumot yetkazguchi va tutib berguchini shu topda Hekimbek o'zmi deb berolmaydi. Buğu turiversin. Atushning Og'u degan kantidan to'planchi deb birisini yolab akilib zindonga tashlag'ili 3 yil bo'ldi. Qancha qitimlab qiyni qistoqqa ilibmi og'izni ochralig'ini yo'q. Anglashimcha u uyiga lukchaklarni yiqqanmish, ammo nima qilganligi ma'lum emas. Mushu kunlarda mehmon chaqirganlar, boshqa yurtdan tuqqan yo'qlab kelguchilar, notanish odamlar, bag do'rg'larga tikilib qarganlarning hammasi to'planchi deyilib zindonga tashlanyotdi. Hafizbek jim bo'lib qilib birdamdan keyin qo'shib qo'ydi. Yenida qaraydigan odam bor. Mahbuslar yot emas, yot bo'lsa-mo bir-biriga bak ko'ynidi. Ishonmasang men bilan berib ko'rib boq. U qizini sinavatgandek ko'zlariga tikildi. Bir narsa ilib olaymi? Bechora hech nima yemgandi haqiqatan. Rayhon otasining ko'ziga talmurib, yelingan tarzda aytdi. Ondan o'ltirgan o'rnidan surilib, erkilab suvashdi. Ma'quldang ata, bilsangiz bu sizning qilolmagan ibodatlaringizning kafarati bo'ladi. Yana shu ibodatning gapimi? Mushundaq ishni qiladigan odamga ibodatning nima kerak? Bu holimda men har qancha ibodat qilsam-mo Alloh kechirmas deyman. Yoshliqimda qilmabdiman. Amdi yeshim bir yerga yetdi. Yoshliqida qilgan ibodat tashqi muhur bosgandek, qirg'anda qilgan ibodat qumga o'sirgandekmish-ku. Rayhon qoqoqlab kulib ketdi. Hafizbekmi qo'shilib kuldi. Rayhonning onasi Zumrat xonim hatto tomoq to'shiyotgan xizmatkor qizgacha tiliqib kulishdi. Tomoq keltirilib, dasturxondagilar taomga qo'l uzatishga taraddudlanayotganda Zumrat xonim qizini yoqlab aytdi. Rayhongul rost aytdi, dadasi. Sizlar ibodat qilolmaysizmi? Qizimiz savobli topsa, uning xosiyati sizlarga texmi cho'ng bo'ladi. Uni beqib cho'ng qilganlik, o'qitganlik, savoblik izdishiga yo'l qo'yganlikning o'zi hammani besib tushadigan ibodat jumlasiga kiradi. Qilganlari bizni beqish uchun balamga qoladi degan niyatda bo'ldi. Hamda qazo bo'lgan ibodatlarni qizimiz Rayhongul qilyapsin. Sizlar gunohlik ish bo'lmasala, uning muddasini ishga oshirishga yo'l qo'ysizlar bo'ldi emasmi? Hafizbek ifoda bildirmadi. Shundaqdimi ruhiy holatidan Zumrat xonimning so'zlaridan ta'sirlanganligi chiqib turadi. Ko'nglidan u rost aytdi. Nima qilsam jon boqaman deb qildim. Mendan keyin xotin bolalarim kishining qo'li qarab qolmasin dedim shu. Vaqt kelganda mening qadrimga yetsa bo'ldi. Kishining dardiga yetdi degan mana shu. Rayhon men bilan birga borsin. Elevlashga to'g'ri bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qani ko'rib boqmamdiq deganlarni o'tkazib, birdilla hamma ishdan royi yongandek, qerilik mavsumi yavash bo'l deb gajigisidan besayotgandek mag'rur ruhi bo'shib shuklab qoldi. Rayhon kichkidan zirak, uqumushliq qiz edi. U onasining o'zini qo'llayotganligini, otasining yumshab qolganini sezib xursand bo'ldi. Duo qilinib dasturxon yig'ilish bilan hammalar o'rnidan turishdi. Qo'llarimi yuyilib bo'ldi. Rayhon nima qilishini bilmay gangrab qoldi. Zumrat xonim oshxona uyiga kirib ketib, orqadilla "Rayhongul" deb chaqirdi. Rayhongul kirganda Zumrat xonim bir leganga usulgan poloning ustini amaklar bilan yepib, dasturxonga o'rayotdi. U "Gundaxonga buni olg'ach keringlar, nazir bo'lar" dedi. Rayhon shunda xushal bo'ldiki, onasini ko'tarib necha aylantirib dastib qo'yg'isi keldi-yu, ammo o'zini tutib oldi. U dasturxonni o'zi ko'tarib mangolmaydi. Undaq qilishga otsimi yo'l qo'ymaydi. Shunga Zumrat xonim xizmatkor qiz Roziyani chaqirib, "Sen buni elib, begim hapsxonaga manganda birga borgin.
So'rab qolsa Rayhongul bor deb qo'liga tutqizib turatdi. Hofizbek mansab formasini kiyib bo'lib qizini chaqirdi. Rayhongul, qanasan? Rayhon dasturxon ko'targan Raziyani agashtirib oshxonadan chiqdi. Hofizbek buning nima ish ekanligini so'rab bo'lg'icha Rayhon otasiga aytdi. Kechidan onam yomon tush ko'rib qoptikan. Bu birligan oshni gunohkorlardan igi chaqisi yo'q birsiga bervetinglar deb tayyorlab qo'yibdi. Raziya ko'tirishib birga borsin dedim. Rayhon otasining javobini kutmayla Raziyani agashtirib oldida eshikdan chiqdi. Zumrad xonim savodsiz bo'lgan bilan nihoyatda zirak ayol edi. Zumrad xonim aslida shaharda o'ltiraqlashib ovqatchilik qiladigan bir oilada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Әмділа 16 yaşqa qadam qo'ygan mezgillari bo'lsa kerak. Bir kuni qapoqni mo'risiga artib, ko'lga suvga ketayotganda Hofizbekning oldiga uchrab qolgan. Hofizbek shundoq ko'zi tushishi bilanla yuragiga ishiq o'ti tutashgan. U chaqda u bozor begi Tavakkulning mirzisi edi. Shu kundan boshlab u Zumrad xonimning ko'yda yugurib yurib, Tavakkul begni oraga silib oxir qo'lga kirgizgan. U Zumraddan 10 yosh cho'ng keladi. To'ydan keyin Zumrad qechib yurib, eran qilmadi. Vaqt o'tmoqda edi. Zumrad to'yi bo'lib 9 yildan keyin Rayhonga homildor bo'ldi. Shuningdan e'tiboran Lassida Taskoyga tushdi. Yeshimi 25 dan oshdi. Tuqqandan keyin vaqtini bola beqishga qaratdi. Erimi uningga har jihatdan yo'l qo'yib, ranjitmaydi. Ailada onun qilg'ini qilgan, degini degan edi. Ba'zi yomon tush ko'rib qolgan chog'larida mahbuslarga kiyim-kechak, yemak-ichmak kirgizib beradigan odati ilgaridan bor edi. Bu hargiz cheklamaga uchirmaydi. Bugunmi Raziya dasturxonga o'ralgan oshni ilib manganda buningga ancha diqqat qilib ketmadi. Zumrad xonim bakmu ish biladigan ayol edi. Bu yil 40 yoshga kirgan bo'lsa-mu, yosh cho'kanlardek ko'rinadi. U qizi Rayhonning o'ylayotganlarini sezib ulgurdi. Chunki Rayhon ha desa hiliqi yo'piqsiz tavut to'g'risida gap echib, shuklab qoladi. Tuyg'un ona ko'nglida qizimiz bir adolatsizlik uchun ichinib, hiliqi tutqunga ichi og'irtibotidi deb o'ylab, qizining ko'ngliga tasalli berish niyatida hiliqi oshni yo'gab qo'ygan edi. Ammo ishning boshqa yerda ekanligini zinhor bilmaydi. Hofizbek bo'lsa, odatdagi bir mansabdor oilasida dunyoga kelib, kichik chog'larida ko'na maktabda o'qib savodini chiqardi. Balog'atga yetgandan keyin 3 yil lashkar bo'ldi. Ondan xatni chiroyli yozadiganligi bozor begining quliqiga yetib mirzo bo'ldi. Hofizbek mijoz jihatdan kamsiz, kishiga aldirab sir bermaydigan, mansibi o'zidan yuqorilarg'imi el salimini qilib, ancha xo'sh deb ketmaydigan, o'shiq gap quliqiga yoqmaydigan, ko'rinishda tarsa, ammo o'z ishiga puxta, chatoq chiqarmaydigan odam edi. Shunga zindon begligiga muvofiq ko'rilib, bu vazifaga tayinlangan. Uning bu ishni qilayotganiga hisobda 10 yildan oshgan edi. Shuningdan buyon tutqunlarning nola faryodlari ichida yashab kelyotdi. Dastlabda bu xil ahvozlarlar uni cho'nqur o'ylantirib, tagsiz ruhiy azoblarga soldi. Keyincha bo'lsa, shariat hukmolarining hukm fatvolarining tigiga yetib, un chiqmas bo'lib oldi. Unacha bu ishlarning, gapning hammasi Vangning, yerlik boy amaldorlarning, mustabid feodallarning, shundoqla atalmish mulla axunlarning manfaatiga vakillik qilish, shular orqali Manju hokimiyatining mustahkamlanishi yo'lida to'hfa ko'rsatish uchun qarshi kuchlarni bosh ko'targizmaslik edi. Shunga u hammadan nafratlanishga yuzlangandan boshlab dardini ichiga yutib, ortiqcha ishlarga aralashmadi. Mijoz jihatda texmu tarsa bo'lib ketdi. Xizmatda o'zini pok tutib, hech narsa qabul qilmadi. Agar azroq ketkizibla qo'ysa, o'rnini saqlab qololmaydiganligini biladi. Uning kishilarga ancha egilib ketmasligi, ojizligining yo'qligiga ishonganligidan edi. Ammo to'xtining qiyin qistoqqa iliniverishi
Qalbini azoblasimi, uni ozod qilib etishga qurbi yetmaydi. Buningga ichi qattiq pushatdi. Hofizbey mujmal xiyol iskandisida un-tinsiz ketib boradi. Keyindan top besib kelayotgan Rayhon buni bilmaydi. Ular zindonga kirganda to'xti texicha uxlayotdi. Hofizbeyni ko'ribla saqalliq mahbus o'rnidan turdi. Hofizbey to'xtining o'likdek yotganini ko'rib, saqalliq mahbusdan so'rdi. Ahvoli qandaqroq? Texicha hushi kelmadi. Raziya Gündixona hovlisidilla qaytib ketdi. Rayhon otasining yenidan bo'yindab to'xtining chiroyiga qaradi. To'xti ko'zini ochmay yotqachqa uxlayotganligi yoki hushidan ketganligini bilgili bo'lmaydi. Uning bechora holi Rayhonning yurak bag'rini ezib, nafsi qiynalishayotgandek ko'ngli bir qisma bo'ldi. Shu taqda uning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Un silib yig'lug'isi nomusni bir chetga qayirib qo'yib, yuzini yiqib issiq nafaslari orqali harorat beg'ishlag'isi bir tan bir jonga aylanib, dardiga darmon, azoblarga sherik bo'lg'isi keladi. Rayhon shundoq xiyollar ilikida turganda to'xti ko'zini ichib hayron qoldi. Chunki ko'z oldida yuz ko'zini tuk bosgan badbashira maxluq emas, balki mislsiz go'zal Parizod ay yuzlik bir qiz turadi. To'xti uning ko'zlaridan qandaqdir bir xil mehribonlik alomatlarini sezib qalbi illadi. Ammo keyindilla o'ziga o'zi savol qo'yib, yana o'zi javob beradi. Bu zodi kim? So'roqchimidu? Yo'q, yoshlar qiz qandoqsiga so'roqchi bo'lsin? Aldamchimi yo? Balkim oshpaz bo'lsa kerak. Undaq bo'lmaganda bu yerga kira olishi mumkin emas. To'xti shularni xiyolidan o'tkazib o'tib, birdilla Sohibjamol qizning yonida turgan, tunugun so'roqxonada ko'rgan amaldorni ko'rdi. Bu chog'da qiz uni amaldorga ko'rsatdi. Qarang ota, u ko'zini ochdi. Xotirjam bo'l qizim, deydi amaldor. O'nglanib ketdi. Qani, atab akelgan nazrani uningga bergin. Bechora bu yurtga musofirkan. Rayhon, qani, ilib kiringlar, deyishiga bir muncha ochqishni biliga isib olgan bir odam mana deb dasturxonni ko'tarib kirdi. Hofizbek saqalliq mahbusga topiladi. Buni o'zingmi yegach, uningga yegizib qo'y. Bu dal atiganlik tamoq vaqti bo'lib, oshpazlar zindonga non bilan qaynoq suv ilib kirgan edi. Koridorda mahbuslarning "Manga yana ozroq" deb tovlashlari, ko'mishning qochilarga tekkan ovozlari anglanishga boshladi. Hofizbek Rayhonni zindonda qoldirib, koridorga chiqib ketdi. Rayhon mushundoq fursatga to'liq muhtoj bo'lib, to'xtiga deydigan nurg'un gap so'zlari bor edi. Rayhonning ko'zlariga g'ilildab yosh keldi. Put-qo'llari bo'shishib, o'zining nima bo'lganligini bilmaydi. Bu hijron giribdori aslida muhabbat dashtlarida sargardon edi. Chunki hissiyotidagi amdila bix surgan alomatlarning bundoq tez taraqqiy qilishini o'ylamagan qiz haqiqatan gangrab qilyotdi. Shunga otasining to'satdan chaqirib qilishidan ansirab, kamir ishki tarafga qaraydi. Koridorda qalaymaqon ovozlar davom qilyotdi. Rayhon kamirda uzoq turishga bo'lmaydiganligini bilgachga aldirab tinabla aytdi. Aka, ahvolingizdan xabar topdim. Hamma ish cho'qim oydinlashidi. Siz gunohsiz, men tashlab etmayman. Yana kelaman. Siz yolg'iz emas, xolisingiz, men yordamchingiz va xizmatkoringiz bo'lishga rozi. Ismim Rayhongul. Zindon begining qizi bo'laman. Ishninki sizni qutuldirmay qo'ymayman. Otammo sizni nohaqchilikka uchirdi deb ichi og'irtibdi. Xo'sh, men chiqay. Otamni xafa qilib qo'ysam yana kirmikim tas bo'ladi. Xo'sh. Rayhon chiqib ketib orqaga burilib, to'xtining yenidagi mahbusga topiladi. Siz uning holidan xabar olib qo'ying. Har ikkinglarni yo'qlab turman. Ang'ucha atiganlik tamoq beradiganlar bu kamirg'imi yetib kelgan edi. Rayhon ularga bu kamirdagi nijosat maltiqini to'ktirib etishni buyurdi. Uningcha otasining bu yerdan shundoq tez chiqib ketishi siziqchilik dastidan turolmaganlikdan edi. Demisimi, erkin nafas olish tasga tushadi. Rayhon otasining yeniga kelishigila "Mang, ketayli"
dedi. Hafiz bey zindan xizmatkorlariga ish topshirib qo'yishnimi unutgandek qiladi. Bugun Rayhonning umrida tunji qitim zindonga kirishi edi. Bundaq joyda turishga odam tugul, hayvonmu bardoshlik berolmaydi. Zay bilan sisiq har qanday bejirim tanni kordan chiqaradi. Rayhon achchiqdan o'tdek yondi. Ey Xudo, deydi u ko'nglida kupurliqqa yotadigan xiyollarni surib. Sen hammadan mehribon va shafqatli eding-ku. Bu mehribonliging bechoralarga tegishlik emasmi ya? Qaraganda zolim Van g'ojamlarga, kambag'allarning qinini sho'rg'uchi boylarga mehribon o'xshaysan. Bo'lmasa mushundaq nohaqchiliklarga yo'l qo'ymas eding. Rayhonning samimiy so'zlaridan ilhomlangan To'xti izdegan tuqqanlarini tepib olgandek bo'ldi. Ammo jarohatining ig'irligidan yana zorlanishga boshladi. Uning holini ko'rgan iliqi mahbus g'azab bilan aytdi. Bu do'zaxdan hayotlar chiqar ekanman. Senlarning taxti baxtingni gumron qilib, zindonga o'zlaringni tiqmaganimni ko'r. To'xtining dumba mo'rilardagi qonliq qamcha izlari shalvarib, ko'nlaklari choplashib ketgan, badanlaridan chiqqan qonlar go'yo uni bir parcha go'shtga o'xshatib qo'ygan edi. Mushundaq eng yomon kunlarda uni o'ylaydigan, holdan xabar oladigan biror shafoatchining chiqishi Xizrga yo'liqqanlik bo'ladi albatta. Shunga u har qancha azoblansimi, qalbida umid chirig'i yo'rgandek xushollandi. Butkul andishni qayirib qo'yib, eliqi qizning go'zal husniga qang'ucha qarab olg'isi, uning bilan mungdashqisi, hatto putlariga bosh qo'yib turib, qorong'u zindondagi yolg'izlikdan mushundaq g'aribsingan kunlarda birdam bo'lsimi hamroh bo'lishini tilagisi keldi. Sahib Jamol bu zulmat dunyosining la'nat takkur qorong'u burjikiga yana oyoq besib, go'zal husnining porloq nuri bilan ezilgan yuraklarga cheksiz xo'shnutliq beg'ishlaydigandek ko'z oldida neri ketmedi. Tayoq azobi oz kelib, yana yangi bir azoblar kutayotgandek andishlik xiyollar yopishmoqda edi. Ammo buning nerisini o'ylashga jur'at qilolmaydi. U yilg'u zindonda. Agar erkin bo'lgandimi, zindon begining qizi Rayhondan muhabbat kutishning o'zi osmondagi oyga qo'l uzatgandek ahmoqlik ekanligini his qilib, kelgusi taqdiri ustida xiyol daryosiga cho'mdi. 3-bob tugidi.